Padarishkalari, hali yotsanmi? Soat 10 bo'ldi. 25 ga kirding. Uyda yotasan, ko'chaga chiqasan. Uyda yotasan, ko'chaga chiqasan. Qachon ish topasan, ey? Hech narsa. Ey, alhamdulillah. Qachon ish topasan sen, ha? Uyda yotasan, tekinxo'r. Agar ish topmasang, mana bu uylantir. Nima qildimmi? Abu, qalaysan? Yaxshimisan? Bo'lam kelgan. Qanisi? Bu o'rtog'im. Bu bo'lam. Buning uchun zo'r qobiliyati bor. Yo'q-a? Do'stim, bitta ko'rsat. Bitta. Turqingni ko'rsamasan buzilyapti, ish topasanmi? Yo'q, ishonmayman. Bo'lishi mumkin emas. Yana bitta ko'ray. Pastor bo'lsin. Farqi yo'q. Senga gapiryapman, qachon ish topasan? Yo'q, qanaqasiga shuncha qobiliyat? Qayerdan oldingiz buncha qobiliyatni? Tug'ma qobiliyat. Menga o'g'ling nima ish qilardi seni? Meni o'g'lim bankda ishlayapti, o'zingnikichi. Meniki migrant, Germaniyadan pullar jo'natdi. Ha, yaxshi. Ey, Shodi, seni o'g'ling nima ish qilardi? Sen gapiryapsan, ey. Meni o'g'li direktor, toza havoga. Meni sharmanda qilding o'rtoqlarni. Qachon ishlaysan? Borga jonimga tegib ketdingiz. Har doim uraverasiz, so'kaverasiz, ishladim. O'zingiz nima qilgansiz? Hamma narsani olam qilgan shu paytgacha. O'zingiz nima qildingiz? Men uyda xotin olgan, mashinani ham xotin olgan. Seni laylak tashab ketganmi?